O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakillaridan biri xonanda Ozoda Nursaidova haqida yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou-biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Xonanda Ozoda Nursaidova o'zining xastalikka chalinganini ommaga oshkor qildi. O'zbek estradasining yorqin yulduzi barcha uchun sevimli xonanda Ozoda Nursaidova so'nggi paytlarda juda ko'zga tashlanarli darajada ozgani bilan muxlislarni qiziqtirib qo'ydi. U Zamon News'ga bergan eksklyuziv intervyusida bu holat tasodif emasligi va sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy sabablarga ega ekanligini ochiqlashtirdi. Xonandaning aytishicha, u bir necha yillardan beri oshqozon yarasi bilan bog'liq muammolardan aziyat chekmoqda. Bu esa san'atkorlar orasida juda keng tarqalgan kasalliklardan biri ekanligini ta'kidladi xonanda. Bir marta operatsiya qildirganman, lekin afsuski yana qayta chiqdi. Shundan keyin vrachlar qat'iy diyetaga o'tishimni talab qilishdi, deydi xonanda o'zining bergan intervyusida. Ta'kidlanishicha, ushbu kasallik bilan kurash paytida parhez muhim rol o'ynamoqda. U qattiq parhezda ekanini, ba'zan ozuqa taqchilligi sabab ba'zi istisnolarga ham yo'l qo'yilishini bildirdi. Ba'zan o'zimni sog'lom tutish uchun ilik yog'idan pishirilgan osh yeyman. Bu mumkin emas, lekin tanaga quvvat bo'lishi uchun ilojsiz yeyman, deydi samimiy suhbatda. Intervyu paytida Ozoda Nursaidova pardozxonada jurnalist bilan suhbatlashar ekan, vazminlik va ochiqko'ngillik bilan barcha savollarga javob berdi. Suhbat davomida u bir necha bor kulib, ijobiy kayfiyatda ekanligini ko'rsatdi. Ozoda Nursaidovaning sog'lig'iga jiddiy e'tibor qilayotgani va bu jarayonda ham ijoddan uzilmasdan muxlislarni quvontirayotgani haqiqiy professionallik namunasidir. Kanalimiz ijodkorlari hamda xonandaning muxlislari nomidan Ozoda Nursaidovaga ijodiy zafarlar hamda sihat salomatlik tilab qolamiz. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.